13. Mina. Sanaqlıq günlərdə, təşriq günlərində Allah'ını yad etanlar. Yani namazınlarının ahırda tekbir etanlar. Minadın aldırıp 2 günde qaytqan adamga hiç günah bolmaydı. Təxir qilib 3 günde qaytqan adamga mu hiç günah bolmaydı. Yuqurqi ahkamlar taqvadarlıq qilib hajni to'liq ado qilmoqchi bo'lgan odamlar uchundir. Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar hisob berish uchun Allohning dargohiga yig'ilisizlar. Sura Baqara 203-oyat. Ma'rifatning qarorgohi bo'lgan Arafat do'ngligidan qo'pib kelgan inson kelkuni, ongning qarorgohi Mash'aril Haram yo'lida Zulhajjining 10 kuni saharda, ya'ni Qurbon etining tunji kunida atdiganda Minoga qarab oqidi. Suyimlik payg'ambarimiz Minoda bugungi Masjidi Hayf deb atiladigan yerda qo'ngan edi. Bir zamonlarda mushrik qabilalar uning elib kelgan ilohiy chaqiriqiga qarshi urush qilish uchun bu yerda bir-biri bilan ahdlashgan edi. Azraqining bayon qilgan bir rivoyatiga qaraganda, Hazrati Ibrohim Ka'bani qo'pirib bo'lgandan keyin Jibrilning yetakchiligida bu rayonda shaytonga 3 qitim tosh atgan ekan. Shu kundan e'tiboran bu simvollik tosh etish Hazrati Ibrohimning xotirasi uchun davomlashib kelyotmoqda. Shaytonga tosh etishning yerlik xalqlarning tasavvurida tarqalgan boshqa bir hikoyasimi bor. Hazrati Ibrohim ko'rgan tushini reallikka aylantirish uchun, qurbonlik qilish uchun elib ketayotgan o'g'lidan Hazrati Hajarning faqatli xabari yo'q edi. Hajar ana o'g'li Ismoilning qurbonlik qilish uchun eri tarafidan elib ketilayotganligini qeyri odam siyoqiga kirib olgan shaytonning xabar berishi bilan uqdi. Hajar onamiz shaytonning vasvasasiga qarta aqlini ishlatib, qandoq bir dada o'z o'g'lini bo'g'izlaydi deb o'zining ishonmaganligini bildirdi. Shayton uni qoyil qilish uchun Alloh buyurgan bo'lsichu deydi. Hajar bu qitim oshiqini va imonini o'tirg'i qo'yib, Allah buyurgan bo'lsa, sening va mening uningga arilishga nima haddim deydi. Va shaytoniy vasvasiga 3 jamra yerida 12 tal tosh atidi. Bu yerdagi yerlik xalqning tarqalgan afsonaviy sifatga ega bo'lgan voqeaning haqiqiy mohiyati qanchalik darajada xira va yo'shirin bo'lgan taqdirdimi, voqea simvol qilgan haqiqat shu qadar ochiq va ro'shan edi. U bo'lsa-mu insonning shaytoniga va shaytoniy havaslarga, shaytonning yordamchisi bo'lgan inson shaytonlarga hamda shaytoniy tuzum va ideologiyalarga qarshi uzluksiz jang qilish kerak ekanligidir. Shayton kim? Shayton mutlaq yolg'iz birli dushman emas. Shayton imanning hokimiyatiga qarshi turgan kuchdir. Shayton insondagi ijobiy o'ziga tortish markaziga qarshi urush ochgan o'ziga tortishning salbiy markazidir. Shayton insonning ozdirg'uchi nafsoniyati, teyildirg'uchi ishki his tuyg'ulari, o'ziga asir qilg'uchi shahvati va xirisidir. Shayton ba'zi yerda inson, yani ba'zi yerda totem, ba'zi yerda ozdirg'uchi bir izm, yani ba'zi yerda botil bir ideologiya, ba'zi yerlarda bo'lsa Namrud va Firavunning hokimiyatini tutib turayotgan ozg'un idoralardir. Yani shayton inson bilan Alloh o'tirisiga kirib elib, insonning Allohga qarab ilgirlishiga to'sqinlik qilgan hamma narsadir. Shayton botildir. Kuchi yo'qdir. Haqiqati yo'qdir. Shaytonning eng buyuk quroli vasvasidir. Xatarlikdir.
Şeytanның дәвәт qilgan hər нәрсесі haqiqat emas, balki bir azğunluqdur, bir xiyaldır. Şeytan tushuniksiz bir hayotga chaqirdi. Uning jannatimi va jahannamimi tushuniksizdir, g'uvadir. Uning to'ziqiga tushganlar g'uvalikqa, batilni haqqa, sun'ini tabiiy bo'lganga, qarang'uliqni yo'riqlikqa, xiyolni haqiqatning o'rniga tanlaganlardir. Qarang, tosh bilan uradigan shayton naq o'zi budur. Ya'ni yolg'on, gunga bo'lgan, qarang'uliq, sun'iy va xiyoliy bo'lganlardir. Şeytanның dostlarga, şeytanның partisi va yordamchilariga qarang. Ularning barliq g'albalarining ko'z bog'lashga, soxtipazlikka, xiyolga va o'xshatishga tayanganligini ko'rib olaysiz. Arapatda yurikini, Muzdalifada aqlini tepib olgan odamsan. Endi ham aqling hamda oshiqing bor. Sen cennetingden juda qilgan va juda qilmoqchi bo'lgan kuchlarga qarshi izchil va urush to'xtatish ehtimoli bo'lmagan bir urushni boshlashing kerakdir. Mash'aridan Muzdalifaga qatnash vositalarining yordamida qaytgan eding. Qurol yaroqlaring to'liq. Jangga tayyorsan. Oldi bilan 7 tosh bilan 7 qo'l tosh atsiz. Albatta, eng cho'ng'iga odatdan tashqari cho'ng shaytonga otsan. Nimishqa 7 tal? Chunki 7 raqamining arab tilida ifoda ma'nosi ko'p xillik va soni yo'q miqdor deganlikdir. Sen uni cheksiz degan ma'noda tushunib ol. Jangning oxiri yo'q, tugumas jang ekanligini unutmasliging kerak. Şeytan bilan tinchlik suhbati uchun yumaloq ustalga kelganlik urushning beshidili taslim bo'lganlikdir. Tosh o'qlarini payg'ambar alayhissalomning shuorini aytib turib atsan. Bismillahi Allahu akbar. Li shaytoni va hizbihi, şeytan va partisi qarshisida eng buyuk bo'lgan Allohning ismi bilan. Qur'onda Mujadila surasining 12-22 oyatida tilga ilingan ikki uqum bir-birining ziddi holatida ishlatiladi. Hizbullah Allah tarafdorlari, Allah partisi. Hizbu şeytan, şeytan tarafdorlari, şeytan partisi. Sen şeytanga tosh etish bilan o'zingning kim tarafda turganligingni bildirgan bo'lasan. Haq batil ko'rishida tarafsiz emasligingni o'tirg'a qo'ysan. Shuni bilasanki, tarafsiz bo'lganlar betaraf bo'ladi, tugishidi. Har taraf bo'lganlarning nima bo'lganligiga sen o'zing bir narsa deb baq. Simollik holda sen tosh bilan otgan shayton balki ba'zida bir kola qutisi siyoqida kelib maydanga va yurikingga ching o'ltirishi mumkin. Ba'zi chog'larda seni radari bilan basir ko'radigan, axborotlar bilan sami anglaydigan, yadro qurollari bilan qahhar, hamma ishni tizginlab turg'uchi, diplomatiyasi bilan jabbar, g'azab qilg'uchi, badalsiz yordamlari bilan razzoq, rizq berguchi bo'lgan saxta, Tangri ekanligiga ishontirishni xohlab qilishi mumkin. Yana ba'zida odatdan tashqari kuch, afsonasi bilan sana afsun o'qishi mumkin. Hatto odatdan tashqari shaytonlarning qarshi turg'ili bo'lmaydigan bir kuch ekanligida vahimiga mubtalo qilishi mumkin. Mushundaq ahvollarda jar soladigan yegani shuoring bu ilohiy shuorlardir. Bismillahi Allahu akbar. Shundaq. Allah eng kattadir. Buni ishinib turib degan bo'lsang, seni hech kim qo'riqiga qul qila olmaydi. Yana bir,
yana bir qitim aytqin. Şeytanğa taş at. Şeytanlarınğa. Çoğunu, o'ttiranchisini, kichkini, konkret yoki abstraktni. Kepellikingdan boshqa yitirib qo'yishdan qo'rqadigan hech qanday nimang yo'q. Ammo qo'lga keltiradigan shundoq ko'p narsang bor. Alloh va jannatga erishsan. Bu sana yetmasmi? İbrahim bo'lib qurbonliqingni qilgandan keyin va ihromda cheklanganlarning jinsiy munosabatdan boshqa bekor qilinganligini simol qilingan ayb ishni qilgandan keyin Minada jangni ikkinchi kunimi davom qilishing kerak. Düşmaningning yiqiladiganligiga cho'qim ishongan bo'lishing kerak. Tosh otsan, oldi bilan kichik, ondan o'tirhol. Oxirda cho'ng shaytonga qaratib, har biriga 7 donadan bo'lib, jami 21 dona tosh otsan. Ayni vaqtda İsmailni Alloh uchun qurbon qilgan İbrahimning erishgan o'qlari bilan sening davringicha kelgan bu bayramni tabriklash uchunmi bu toshlar orqali shaytonlarga o'q uzisan. Jihadni davomlashtirishni xohlasang, payg'ambar alayhissalom davom qilgan edi. 3 va 4 kunida Minada oldingi sapni saqlashing kerak. Bu kunlarda, ya'ni bayramning 3 va 4 kunlarimi oldingi sapni bu o'qlar bilan muhofazat qilishing kerak. Hem bu taşlarını ayrım halda düşman bo'lgan shaytonning bag'riga qartib etishing kerak. Nishonlab tekkizgan yerning o'rniga qartib turib, yana etishing kerak. Agar yiningda Muzdalifadan elib kelgan o'q dorang tugagan bo'lsa, faqat bir shart bilan, ya'ni ishlatilgan o'qni termaslik sharti bilan yenisini Minada terib olsangmi bo'ladi. Bayramning 1-kunidan toki 3-kunigacha jami 63 dona o'q otsan. Agar hajingni texmi mukammal ado qilishing uchun 4-kunigacha qilsang, eng oxirgi kuni cho'ng shaytonga 7 tal otsan. Ondan qaytsan, buning bilan jami otgan teshing 70 tal bo'ladi.